Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. 8-si. Tarozidan so'ng barcha xaloyiq sirot ustidan o'tishlari kerak bo'ladi. Sirot do'zax ustiga qo'yilgan uzun ko'prik bo'lib, hamma o'zining qilgan amaliga yarasha kimdir tez, kimdir sekin o'tadi. Kimdirlar esa uni tagidagi do'zaxga qulaydilar. Bu haqida hadis sharifda shunday xabar berilgan. Abu Hurayra va Abu Rib'i radhiyallohu anhular Huzayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilib aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Alloh tabaraka va taolo insonlarni jamlaydi. Mo'minlar jannatga yaqin joyda turadilar. Ular Odam alayhissalomning yonlariga kelishadi va: "Ey otamiz, bizlarga jannatni ochishni so'rab bergin" deyshadi. U: "Sizlarni jannatdan otangiz odamning xatosi chiqarmadimi? Men bunga ega emasman. Sizlar o'g'lim Ibrohim Halilullohning yoniga boringlar" deydi. U zot dedilar: "Ibrohim, men bunga ega emasman. Bunday yuksak darajadagi halil bo'lmaganman. Sizlar Alloh taoloning o'zi unga mutloq gapirgan Muso sallallohu alayhi va sallamga boringlar" deydi. Ular Muso sallallohu alayhi va sallamning yoniga keladilar. U: "Men bunga ega emasman. Allohning kalimasi va ruhi Isoga boringlar" deydi. Iso: "Men bunga ega emasman" deydi. Bas ular Muhammad sallallohu alayhi va sallamga keladilar. U zot turadilar va u zotga izn beriladi. Omonat va qarindoshlik o'z holiga qo'yiladi. Ular sirotning o'ng va chap tomonlariga turib oladilar. Sizlarning avvalgilaringiz chaqmoq kabi o'tadilar. Men: "Ota-onam senga fido bo'lsin, qaysi narsa chaqmoq kabi o'tadi" dedim. U zot: "Chaqmoqning ko'z yumib ochguncha qanday o'tib qaytishini ko'rmaganmisan? So'ngra shamolning o'tishi kabi, so'ngra qushning o'tishi kabi va amallari yugurtirayotgan kishilarning sudralishi kabi o'tadilar. Payg'ambarlaringiz sirot ustida Robbim, qutqargin, qutqargin deb turadi. Hatto bandalarning amallari ularning harakatlantirib olib o'tishdan ojiz qoladi. Hatto yurishga quvvati yetmaydigan, faqat sudralib harakatlanadigan kishi keladi." Yana dedilar: "Sirotning ikki chetida buyurilgan kimsani tutishga tayin qilinib, osib qo'yilgan changaklar bo'ladi. Bas tirnalganlar, ya'ni tirnalib bo'lsa-da o'tib ketgan najot topguvchilardir. To'planib qolganlar do'zaxdadirlar." Abu Hurayraning joni uni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, albatta jahannamning qa'ri 70 kuzdir, 70 yillik masofadir dedi. Muslim rivoyat qilgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.